hamma narsani gulida kasallik tushadi. Gulida mana shu entos plan. Bu entos planni hatto shirani oladi. Hamda o'sha gullaganda tushgan nimani oladi. Entos plan 20 va er bu ham o'sha ifoda reklamaga o'xshaydi. Bu haqiqatda ham reklama ham bor narsa. Mana entos plan. Entos plan parashok. 10 gramdan boshlab 15 gram, 20 gram har faslga qarab, havon issiq sovuqga qarab qo'shib sepganmiz gulida. Keyin buni natijasi oldinlari mos plandan foydalanar edik. Keyin mana bu entos plan. O'sha shira, ko'k shiralarni ham oladi. Keyin o'sha ko'rinmagan pasha chaqib qo'yadi gulini. Ana shularni ham oladi. Mana shulardan foydalanganmiz. Endi natijalar biz mana natija. O'sha entos planni sepganimizda eng asosiysi o'sha ifo bardoni sepganimizda muz ko'paros o'rniga o'sha ancha-muncha nimalarni o'ltirib bergan, chunki qishda qattiq sovuq bo'lmayapti-ku. Hozir qishda ham bemalol abrobotga qilsak bo'laveradi. Sababi hozir 11 gradus, 15 gradus issiqda ana u mikroblar harakatda ular. Rosa uyquga ketishmayapti. Shu daraxt tanasida qolyapti.